Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Salomatmisiz? Teleefirda uchrashib turganimizdan xursandman. Oldingi ko'rsatuvimizda Iso Masihning o'limi haqida gap yuritgan edik. Iso Masihning o'limi bilan bog'liq bo'lgan voqealar, zilzilalar, quyosh qorong'ulashishi, ma'bad pardasining yirtilishi, o'liklarning tirilishi haqida gaplashgan edik. Iso Masihning o'limi aniq va inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Bunga ko'p odamlar o'z ko'zlari bilan ko'rib guvoh bo'lganlar. Buni har toifa odamlari, shu jumladan davlat boshliqlari, ruhoniylar, oddiy insonlar va soqchilar isbot qilishdi. Bu haqiqatni hech kim inkor eta olmaydi. Bugun esa sizlar bilan Iso Masihning tirilishi haqida gap yuritamiz. Biz Iso Masihning o'limini inkor etib bo'lmaydi deb aytgan edik. Shuningdek, uning tirilishini ham inkor etib bo'lmaydi. U o'liklardan tirildi. Uning o'limining guvohi bo'lganlar tirilishi haqida guvohlik beradilar. Muqaddas kitobdan bilamizki, insonlar tirilgan Isoni o'z ko'zlari bilan ko'rgan va qo'llari bilan his etganlar. Oldin aytib o'tganimizdek, Iso Masihning o'ldirilishi farziylar, sadduqiylar va o'sha davrning ruhoniylarining yashirin istagi bo'lgan. Isoni yo'q qilish ularning birinchi vazifasi edi. Nima uchun shunday qildilar? Nima uchun uni o'ldirishga qaror qildilar? Chunki Isoning ta'limoti ularning ikkiyuzlamachiligini, ichidagi buzuqliklarini fosh qilardi. Ular esa buni xohlamas edilar. Ular agar Isoni o'ldirsak, muammo hal bo'ladi deb o'ylardilar. Shuningdek, ular Isoning nafaqat o'lishini, balki tirilishini ham bilardilar. Iso Masihning o'limi va tirilishi hammani vahimaga soldi. Insonlar endi nima bo'ladi degan qiziqish bilan kutib turardi. Farziylar bo'lsa, uning o'limidan qo'rqardilar. Keling, yana Mattoning xushxabaridan so'nggi boblaridan ayrim joylarni o'qiylik. 27-bobning oxirgi oyatlari. Bu yerda hamma narsa ochiq va ravshan aytilgan. Hozir aytganlarimizning tasdig'ini muqaddas kalomdan topamiz. Matto bayon etgan xushxabarning 28-bobida Isoning o'limi va tirilishi haqida aytilgan. Uning o'limi tabiiy ofatlar bilan tasdiqlandi. Xalq buni ko'rdi. Butun Isroilda tinchlik hukm surardi. Endi nima bo'ladi? Iso o'limidan oldin o'z o'limi va 3-kuni qayta tirilishi borada bir necha marta aytgan edi.
shogirdlar Isoning qayta tirilgani haqida bilardilar. Shu vaqtning o'zida uning dushmanlari ham tirilgani haqida bilardilar. Shuning uchun ham Isoning o'limi va tirilish haqida, o'limidan keyin Isoning jasadi hammaga zohir bo'ldi. Xalq ham, o'sha davrning ruhoniylar ham, farziylar, hatto Pilat ham endi nima bo'lar ekan deb yurardilar. Iso o'zi haqida aytganlarini isbotlaydigan o'sha zotmi yoki yolg'on ta'limotni tarqatib yurgan soxta payg'ambarlardan birimi deb qiziqayotganlar juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun ham Iso o'lmadi ham, tirilmadi ham. Shunchaki tiriklay osmonga olindi degan noto'g'ri tushunchalar odamlarning ongiga oson singandi. Ammo bu kabi tushunchalarni kalom tasdiqlamaydi. Keling, Xudoning so'zi bular borasida nima deyishiga qaraylik. Yusuf ismli bir odam bo'lib, u yashirin ravishda Isoga iymon keltirgan edi. U Pilatning yoniga kelib, Isoning jasadini xochdan olib, dafnga tayyorlashga izn oladi. Pilat unga rozilik beradi. Yusufning o'zi uchun qilib qo'ygan mozori bor edi. O'sha vaqtning odamlari o'zi va oilasi uchun oldindan g'or ichidan qabr tayyorlab qo'yishardi. Yusuf Isoning jasadini xochdan olib, oq matolarga o'rab, qabrga qo'yadi. Biz tarixdan ham bilamiz. Olimlar ham isbotlashadi. O'sha vaqtda qabr g'orning ichida bo'lib, uning og'zi 20 kishi qo'zg'ata olishi mumkin bo'lgan katta tosh bilan berkitilar edi. Yusuf ham shunday katta tosh bilan qabrning og'zini yopib qo'yadi. Qarang, Isoning jasadi haqida eng ko'p tashvish qilganlar kimlar edi? Ular ruhoniylar edi. Ular o'ylardilarki, mana Isoni o'ldirdik. Agar tirilib ketsa-chi? Matto bayon etgan xushxabar 27-bobda ular Pilatga 62-oyatdan nima deganini o'qiymiz. Tayyorgarlik kunning ertasiga oliy ruhoniylar va farziylar Pilatning huzuriga to'planishib, taqsir deyishdi. O'sha aldamchi hali tirikligida 3 kundan keyin qayta tirilaman degani esimizga tushdi. Shuning uchun 3 kungacha qabrni qorovullashni buyursangiz, toki uning shogirdlari kechasi kelib, uni o'g'irlab ketishmasin va xalqqa u qayta tirildi deb aytishmasin. Yo'qsa, oxirgi aldov birinchisidan battar bo'ladi. Pilat ularga, mana, soqchilar bo'linmasi o'zlaringizning ixtiyoringizda. Borib, bilganingizdek qabrni qorovullanglar, dedi. Ular esa soqchilar bilan borib, qabr toshiga muhr bosib, qabrni qorovullay boshladilar. Farziylar haqiqatdan Isoning tirilishidan qo'rqardilar. Ular hatto mozorda yotgan jasaddan ham qo'rqardilar. Farziylarning kuchli sarosimaga tushishlari nimadan darak beradi? Bu yerda nimanidir yashirish niyatida bo'lganlar qanday og'ir vaziyatda qolib ketishlari mumkinligi ko'rsatilmoqda. Kalom aytadiki, Iso bu dunyoning nuri edi.
U haqiqiy nur bo'lgan. U haqiqiy nur edi deb muqaddas kitobda yozilgan. Xudodan kelgan haqiqiy nurni yashirish mumkinmi? Hammamiz chaqmoq chaqishini ko'rganmiz. Qandaydir bir sun'iy usullar bilan chaqmoqni yashirish mumkinmi? Oyning nurini nima bilandir berkitish mumkinmi? Quyoshni yashirib turib, quyosh yo'q deb odamlarni ishontirish mumkinmi? Yo'q, bu imkonsiz. Isoning nuri ham aynan shunday edi. Ammo farziylar esa yashirib turib, odamlarning ongidan butunlay o'chirib yuborishni istagandilar. Bu ular uchun juda qiyin edi. Qarang, o'lgan odamning jasadi bilan kimning ishi bor? Shunchaki qayrilib qaramasdan ketishlari kerak emasmidi? Ammo dafn etish marosimida ham farziylar qatnashib yurishibdi. Ular qabr og'ziga qorovul qo'yib, 3 kundan keyin tirildimi, yo'qmi bilishni istardilar. Ular uchun juda muhim edi. Ular istaganidek qildilar. Pilatning yoniga borib, uning iznini oldilar va qabr toshini muhrlab, Rim askarlarini qo'yib qorovullattirdilar. Rim askarlari xizmat masalasida juda intizomli edilar. Agar Rim askari tartibni buzsa yoki xizmat vaqtida uxlab qolsa, hatto o'lim jazosi bilan jazolanishi mumkin edi. Shuning uchun ham askarlar uxlab qolishi yoki qorovullik joyini tashlab ketishi aslo mumkin emasdi. Ular vazifasini to'liq bajarardilar. Va yana Rim muhri bilan muhrlangan narsani hech kim hech qachon ochishga jur'at qilmagan. Bu muhrni Rim askarlari qo'riqlardi. Qarang, davomida nima bo'ldi? 28-bob. Dam olish kunining ertasiga, yakshanba kuni Magdalalik Maryam bilan boshqa Maryam qabrni ko'rgani borishdi. Shunda to'satdan shiddatli zilzila bo'ldi. Xudovandning bir farishtasi osmondan tushdi va qabrga borib toshni ag'darib yubordi-da, uning ustiga o'tirdi. Uning ko'rinishi yashinday, kiyimlari esa qorday oppoq edi. Soqchilar bo'lsa qo'rquvdan titrab, joni chiqqanday bo'lishdi. Farishta so'zini ayollarga qaratib, "Sizlar qo'rqmang", dedi. Hojga mixlangan Isoni izlayotganlaringizni bilaman. U bu yerda yo'q. O'zi aytganidek qayta tirilib ketdi. Kelinglar, Rabbingiz yotgan joyini ko'ringlar. Endi tezroq borib, uning shogirdlariga Iso tirildi. U sizdan oldin Jalilaga ketyapti. Uni o'sha yerda ko'rasizlar, deb aytinglar. Sizlarga buni men aytdim. Qarang, askarlar qanday vaziyatda qolishdi? Iso haqiqatdan tirildi. U g'orda yo'q edi. Qabr toshiga esa hech kim tegmagandi. Magdalalik Maryam va boshqa Maryam kelib, Isoning jasadi qabrda yo'qligini ko'rishdi. Darhol Rabbimiz tirilganini aytishga shogirdlarning yoniga shoshilishdi. Farishtalarning kelishi, chaqmoq, zilzila, bularning hammasi askarlarning ko'zi oldida bo'ldi. Ular qattiq qo'rqib ketganlaridan o'lik kabi yerga yotib qoldilar. Keyin qochib ketishdi va shu zahoti sodir bo'lganlarni yetkazishdi. Keling, ular nima deganini o'qiymiz.
Ayollar hali yo'lda borishar ekan, soqchilar bo'linmasidan bir nechasi shaharga kirib, sodir bo'lgan barcha hodisotni oliy ruhoniylarga bildirdilar. Ular oqsoqollar bilan to'planib, kengashgach, askarlarga ancha pul berib, shunday dedilar: "Sizlar shogirdlari kechasi kelib, biz uxlab yotganimizda uni o'g'irlab ketishdi" deb aytinglar. Agarda bu bo'lib o'tganlar hokimning qulog'iga yetib borsa, bizlar uni shunga ishontiramiz va sizlarni ko'ngilsizlikdan xalos etamiz. Soqchilar esa pulni olib, topshiriqni aytilgandek bajardilar. Shunday qilib, bu hangoma to bugungacha yahudiylar orasida ovozi bo'lib keladi. Bu oyatlardan ko'ramizki, yahudiylar yana qiyin vaziyatga tushib qolganlar. Qo'rqib ketgan soqchilar ularning oldiga kelib, osmondan xuddi chaqmoq chaqqanday farishta paydo bo'lib, zilzila bo'lib, qabrdan Isoning jasadi yo'q bo'lib ketganini aytib berdilar. Keyin o'sha din arboblari nima qilishlarini bilmay, birga maslahat qilishga kelishdilar. Ular nima qiladilar? Soqchilarga kattagina pul va'da qilib, yolg'on gapirishga majbur qiladilar. Soqchilar esa qorovullik vaqtida uxlab qolganimizda Isoning shogirdlari kelib, jasadni o'g'irlab ketishdi deb ayta boshladilar. Bu fikr hozirgacha yahudiylarning orasida bor. Hayron qolarli narsalar. Avvalo, shunday bo'lishining oldini olish uchun soqchi tayinladilar. Endi soqchilar uxlab qolganida shogirdlar jasadni o'g'irlab ketishdi deb gap tarqatib yuribdilar. Qachondir aldab ko'rganmisiz? Iymonga kelishimdan oldin yolg'on ishlatganman. Yolg'on gapirayotganingizda yolg'on yana ko'proq yuzaga chiqib qoladi. Kattayib borayotgan yolg'onni yashirish juda qiyin bo'ladi. Bu xuddi tog'dan yumalab kelayotgan qor to'piga o'xshaydi. Agar televizorda ko'rgan bo'lsangiz, tog' tepasidan kichkina yumaloq qor to'pini pastga otib yuborishsa, dumalab tog'dan tushgunicha kattakon qor palaxsasiga aylanadi. Bu katta muammo keltirishi mumkin. Yolg'on ham xuddi shunday. Farziylarning to'qigan yolg'oni kattayib borardi. Uni qanday yashirishni bilmaydilar. Soqchilarga pul berib, yolg'on gapirishga majbur qiladilar. Isoning nuri juda kuchli porlardi. Quyosh nurini qo'l bilan yopib bo'lmaganidek, Isoning tirilishini ham yashirib bo'lmaydi. Tirilish kuchi shunchalik yaqqol ediki, hech kim uni inkor eta olmadi. Iso birinchi bo'lib o'zining shogirdlariga ko'rindi. Keyin yana 500 dan ortiq odamga tirilgandan so'ng ko'rindi. Tirilishning kuchi shunchalik yaqqol bo'lganidan qo'rquv ichida qolgan shogirdlar endi Isoning o'limi va tirilishi haqida amin bo'ldilar. Jannatning va jahannamning kalitlari Isoning qo'lida ekaniga amin bo'ldilar. Iso tirilganidan keyin shogirdlariga shunday amr berdi: Quddusda kutinglar. Men o'lib qayta tirildim. Endi esa otamning oldiga ketyapman. Uning o'ng tomonida o'tiraman. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin ustingizga muqaddas ruh tushib keladi. Keyin sizlar Quddusda
Yahudiyada va Samariyada, hatto dunyoning chekkasiga qadar mening guvohlarim bo'lasizlar. Haqiqatdan tirilishning kuchi shunchalik qudratliki, shogirdlarini keyinchalik hech kim to'xtata olmadi. Shogirdlar esa Rabbimizning tirilishidan olgan kuch va jasoratga to'la edilar. Ruhiy rahbarlar bir necha marta Yuhannoga Iso haqida boshqa aytishni man qilishdi. Butrusga va boshqa shogirdlarga Iso haqida boshqa aytishni man qilishdi. Shogirdlarni kaltakladilar, quvg'in qildilar, qo'rqitdilar, oliy ruhoniylarning oldiga olib kelib, boshqa targ'ib qilmasliklari uchun jazoladilar. Ular esa javob berib, o'z ko'zlarimiz bilan ko'rib, quloqlarimiz bilan eshitib, qo'llarimiz bilan tegib ko'rganimizni qanday aytmay tura olamiz? Biz Iso haqida aytmasdan tura olmaymiz, dedilar. Qarang, o'z ko'zlari bilan ko'rish, quloqlari bilan eshitish va qo'llarini tekkizish qanchalik kuchli bir asos bo'ldi. Siz insonni xohlaganingizcha qo'rqiting, jazolang, kaltaklang. Agar u o'z ko'zlari bilan ko'rgan, quloqlari bilan eshitgan, qo'llari bilan tekkan bo'lsa, u odam o'lsa ham o'sha iymoni bilan o'ladi. Aslo voz kechmaydi. Qudratli kuch namoyon bo'ldi. Chunki Isoning tirilgani aniq. Qarang, Havoriylar faoliyati kitobida bunga tegishli kuchli bashorat so'zlari bor. Isodan oldin soxta payg'ambarlar paydo bo'lgan edilar. Ularga taxminan 300-400 ta odam ergashgandi. Yahudiylar haqiqiyni soxtadan qanday ajratishardi? Agar o'zini payg'ambarman degan odamning o'limidan keyin shogirdlari uning faoliyatini davom ettirishsa, uning ta'limoti to'g'ri hisoblanardi. Lekin ko'pincha unday bo'lmas edi. Ko'pincha payg'ambarman deb o'rtaga chiqqan odamning o'limidan keyin uning izdoshlari tarqalib ketardilar. Bu haqda oliy ruhoniylardan biri guvohlik beradi. Qarang, Isoning shogirdlarini mahkamaga olib kelganlarida dono bir oliy ruhoniy shunday deydi. Lekin Farziy mazhabidagi bir Tavrot tafsirchisi butun xalqning hurmatini qozongan Gamaliel ismli bir kishi kengashda o'rnidan turib, havoriylarni qisqa vaqtga tashqariga chiqazib turishni buyurdi. So'ng kengash a'zolariga xitob qildi. Ey Isroil erlari, bu odamlardan ehtiyot bo'linglar. Sizlar nima qilmoqchisizlar? Mana bundan oldin o'zini bir buyuk kishidek ko'rsatgan Fevda paydo bo'ldi-ku. Unga esa qariyb 400 kishi qo'shildi. U o'ldirildi. Unga qo'shilganlarning hammasi esa tarqalib, yo'qolib ketishdi. Undan keyin aholini ro'yxatga olish o'tkazilgan vaqtda Jalilalik Yahudo paydo bo'lib, ancha xalqni orqasidan ergashtirib bordi. Lekin u ham halok bo'ldi va unga ergashganlarning barchasi tarqalib ketishdi. Endi sizlar bu odamlardan qo'l tortinglar deyman. Ularni qo'yib yuboringlar. Chunki agar bu qilingan tashabbus, bu harakat inson ishi bo'lsa, vayron bo'ladi. Lekin agar Xudodan bo'lsa, sizlar uni buzolmaysizlar. Yana siz ham Xudoga qarshi urush qilganlardan bo'lib qolmanglar. Kengash a'zolari Gamalielning maslahatiga ko'nishdi. Havoriylarni chaqirib, ularni kaltaklashga buyurishdi. So'ng Iso nomidan so'zlashlarini taqiqlab, ularni qo'yib yuborishdi. Tavrot tafsirchisi xalqning hurmatini qozongan
farziy mazhabidan bo'lgan Gamaliyil o'zi bilmagan holda qudratli bir so'zlarni aytdi. Aslida u juda to'g'ri javob berdi. Agar o'zini payg'ambarman degan odamning ta'limoti uning o'limidan keyin davom etmasa, demak, u ta'limot yolg'on. Rabbimizning shogirdlari esa nima qilishdi? Uning o'limi va qayta tirilganidan keyin muqaddas ruhdan qudrat olgan shogirdlar butun dunyoni aylanib chiqdilar. Endi ular Iso tirilgandan keyin jasoratliroq bo'ldilar. Agar tarixga qarasak va bugungi kunga e'tibor qilsak, Gamaliyilning so'zlari to'g'ri bo'lib chiqadi. Agar Isoning o'limidan keyin shogirdlari unga ishonmay qo'ysalar, bu Xudodan bo'lmagan hisoblanardi. Isoning o'limi va qayta tirilishidan keyin uning izdoshlari millionlarcha bo'lib ketdi. Bu nimani bildiradi? Iso Xudodan kelganidan boshqa yana nimani bildirishi mumkin? Bugungi kunimizda tarixga nazar solsak, nimani ko'ramiz? Buyuk odamlar, buyuk imperiyalar, buyuk hukmdorlar, buyuk odamlar izsiz, otsiz yo'qolib ketganlar. Ammo Iso keltirgan iymon, u dunyoga ochib bergan haqiqat dunyo bo'ylab ko'proq va ko'proq tarqalmoqda va odamlarning hayotini o'zgartirmoqda. Bu qanchalik ajoyib, qanchalik hayratlanarli. Iso Masihni tiriltirgan kuch shunchalik yaqqol va qudratliki, bugun ham shunga o'xshash mo'jizalarni ko'ra olamiz. Kasallar shifo olmoqdalar, ko'rlar ko'rmoqdalar, karlar eshityaptilar. Gunohga qul bo'lganlar Isoga kelib ozod bo'lyaptilar. Masihga iymon keltirib yangi inson bo'lyaptilar. Ularning hayoti o'zgarmoqda. Buzilgan oilalar qayta tiklanmoqda. Ota-onalar va farzandlar orasidagi munosabatlar tiklanmoqda. Iso Masihga ishongan odam tiriltirish kuchini ko'radi. Bu nima degani? Iso bugun ham tirik. Muqaddas kalomda shunday deyilgan: Iso kecha, bugun va abadiylikka qadar xuddi o'shaning o'zidir. Iso tirik. U o'liklardan tirildi. Uni minglab odamlar ko'rdilar va guvohlik beradilar. Bugun o'z hayotimizda ham Iso tirik ekanini ko'ramiz. Unga iymon keltirgan har bir odamning yuragida Iso yashaydi. Uning yuragida hokimlik qiladi. Endi men yashamayapman, balki men orqali Iso yashayapti. Hurmatli yurtdoshim, aziz birodarlarim va opalarim, agar Iso tirik ekanini ko'rishni istasangiz, uning Rabb va qutqaruvchi ekaniga ishoning va siz ham o'z hayotingizda tiriltirish kuchini ko'rasiz. Agar gunoh ichida bo'lsangiz, u sizni gunohingizdan ozod qiladi. Agar muhtojlikda bo'lsangiz, muhtojligingizni to'ldiradi. Xasta bo'lsangiz, Iso shifo beradi. Agar oilangizda tinchlik yo'q bo'lsa, u sizga tinchlik va sevgi ato etadi. Siz bir narsani qilishingiz zarur. Iso Masihga ishoning va uni o'zingizning Rabbingiz va qutqaruvchingiz qilib qabul qiling. Hozir siz uchun ibodat qilishni istayman. Osmondagi Otamiz, Iso mening gunohlarim uchun va butun odamzodning gunohlari uchun o'lib, oqlanishimiz uchun qayta tirilganiga senga shukr aytaman. Menga tiriltirish kuchini berganing uchun minnatdorman. Hozir ekran qarshisida o'tirib, meni tinglayotgan yurtdoshlarim uchun ibodat qilaman. Ularga ham o'zingning tiriltirish qudratingni namoyon qil. Tushida ham, o'ngida ham ularga tirik ekaningni ko'rsatgin. Hozir kasallarni shifolagin, ojizlarga kuch bergin, oilalarga sog'lik bergin. Buzilgan oilalarni qayta tikla. Xudoyim, gunohga qul bo'lganlarni ozod qil. Hozir ichkilik va giyohvand moddalarga bog'liq bo'lgan odamlarni ozod qil.
Huzur halovati yo'qlarga huzur halovatingni bergin. Ularni gunohlaridan qutqarib, abadiy hayotga yetaklagin. Ular yangi inson bo'lsinlar deb ibodat qilaman. Sening tirilganing shunchalik porlab tursinki, odamlar sen qayta kelguningga qadar iymon keltirsinlar. Ular senga tegishli bo'lsinlar, senga xizmat qilsinlar. Senga Iso Masih nomi bilan ibodat qilaman. Amin. Yana kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr. Xudo har biringizni marhamatlasin. Amin.